Muhrlangan umr. Qariya tong yorishmasdan idora ostonasida paydo bo'ldi. Mushlaridek tugilgan qo'llarida sarg'aygan bir parcha qog'oz. Butun umrlik mehnati evaziga so'ralgan nafaqa hujjatini mahkam qisib olgandi. Oyna ortidagi malak quruq, jonsiz ohangda pichirladi. Otasining ismi Xato. Tushlikdan keyin keling. Tushlik o'tdi. Nafasi bo'g'ziga tiqilgan chol yana keldi. Endi boshqa bir stol. Bu yerda falonchi idoraning ko'k muhri yetishmaydi. Ertaga keling. Cholning ko'z oldi qorong'ulashdi. Shahar bo'ylab sarsongarchilik, qog'ozbozlikning bitmas tugalmas zanjiri va har bir eshik ortidagi sovuq, befarq nigohlar uning so'nggi madorini so'rib bitirdi. Kech kirdi. Idora dahlizidagi g'ira-shira chiroqlar ostida chol o'sha qog'ozni bag'riga bosgancha skameykada o'tirib qoldi. Tongda kelgan qorovul uni turtib ko'rdi. Biroq cholning tanasi muzlab ulgurgan edi. Uning qog'oziga o'sha kuniyoq muhr urildi. Faqat endi bu muhr uning o'limi haqidagi ma'lumotnomaga, adolatsiz tizimning so'nggi imzosi bo'lib bosilgandi.